zo'r life hack o'rgataman, faqat urishib qolishdan yo'q. Instagramda o'chirilgan pripiskalarni hozir tiklashni o'rgataman. Instagramga kiramiz. Instagramga kirganimizdan keyin nastroykasiga o'tib olamiz. Nastroykasini poiskaga yozamiz. Mana chiqdi. Vashi informatsiyaga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana skachatga kiramiz. Yani pastdagisi vashi danlikka kiramiz. Kirganimizdan keyin mana xohlagan narsamizni tiklasak bo'ladi. Biz mana сообщенияni belgilaymiz. Skachat na устройствоga kiramiz. Bunga kirib xohlagan vaqtimizni tanlasak bo'ladi. 3 oylik, 6 oyligini, 3 yilligini ham tiklasangiz bo'ladi. Biz mana 3 oyligini tanlaymiz. Saqlanib qilamiz. Endi shunga kirib elektron adresimizni yozamiz, o'zimiznikini. Saqlanib fayl qilamiz, do'stlar. Tayyor. Siz xohlagan informatsiyani hammasi tiklanadi. Shunaqa life hacklarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.